Qorni bor va spirtli ichimlik ichadigan o'zbekistonliklarni ogohlantiraman. Bunga sabab shunday bir kasallik borki, u kasallik hech qanaqa og'riq bildirmaydi va odamga hech qanday sezdirmaydi. Bu kasallik jigar bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Jigar hech qachon og'riq bermaydi, chunki unda nerv hujayralari bo'lmaydi. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, o'z-o'zidan o'tib qopti yoki jigar sirroz bo'lib qopti, oxirgi darajasiga yetib ketdi deganlardi. Chunki ular jigar hech qachon og'riq bermagani uchun oxirgi darajasiga borgandan keyin odamlar bilishadi. Bu apparat fibroskan apparati hisoblanadi. Jigarni eng mukammal tekshiradigan apparat hisoblanadi. Aslida jigarda fibroz holati 0 bo'ladigan bo'lsa 508 gacha bo'lishi kerak. Normada mana bu joyda ko'rsatilgan 4 ta darajasi bor. Agar 12.5 dan o'tib ketadigan bo'lsa, sirrozga o'tib ketadi. Bu apparat xuddi shuni aniqlab beradi. Mana bu akamiz hozir 35.5 chiqqan, bu aka уже sirroz. Bu akada hech qanaqa alomatlar bo'lmagan, hech qanday bezovtalik ham bo'lmagan. Qorni bor, spirtli ichimlik ichadiganlar, gepatit B, C, D kasalligi borlar, yurak yetishmovchiligi, sahri bor odamlar 1 yilda 1 marta tushib qo'yishi shart. Bu apparat Fransiyaning haqiqiy fibroskan hisoblanadi. Jizzax shahrida yagona hisoblanadi. Boshqa viloyatlardan ham topsa bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, Jizzax shahar Ziyonur klinikasida Xalq shifokori kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.